Qizim, endi bularni o'xshatamiz. Opa, Xorazmchada nima dedi? Garangam tushunda sho'ring quridi. Oqsana, opa. Qizim, ro'yxatni aytgan. Bu qo'sh ko'pirman o'pirvoradi, opa. Qizim, Mahrina nomi so'raysan? Bor yo'g'i 2 xonali uy. Aytilladimi? Billak uzuklaringiz-a? To'yi qatta qiladigan bo'lamiz. 2000 dona dangaldama to'y. Ha. Voy, oboni. Yu judayam kam demoqchi. Opa, boshimda shu kunlar ham bo'lmadi. Zatto Xorazmda ajralishgan o'ylab yashaysan. Ey, urf-odatlaringni qaynota-qaynonaga gapirilmaydimi? Yo'q, siz ruxsatingiz gapira olmayman. G'alati emasmi? Bir kunlik to'y o'tadi ketadi. Men o'zimni osaman, keyin ketaman. 5 avlodimizga sarf etdik. O'zimga nov aytsam aka. Sizgami? Ha? Sizga zambarakni o'qi. Pa! Pochka ham ketdi. Men qalam puling. Zatto arziyman, hammaga emas Xorazmdan uylanish. Kerakmidi pochkam? Kerakmidi lishni rasxod?